bu qaror mazmuniga biroz to'xtalib o'tsak o'zi, nima uchun zarurat bo'ldi mana shu huquqiy hujjatning hayotga tatbiq etilishi? Qishloq xo'jalik mahsulotlarini hamda oziq-ovqat mahsulotlarini 3,5 milliard AQSh dollariga yetkazish oldimizga maqsad qilib belgilangan. Xalqimizni dasturxonidan orttirib, mana xorijga ham eksport qilish imkoniyati bor. Bizi o'zbek tadbirkorlari ta'sischiligi asosida Omsk viloyatida hamda Novosibirsk viloyatida Aziya Sibir bozorlari tashkil qilindi. Viloyatimizda eng eksportyor korxonalar qaysi hududlarga to'g'ri keladi? Eng ko'p eksportchi tadbirkorlarimiz qayerda? Mana o'tgan yili 332 million dollarlik bizda o'sha meva sabzavot qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti amalga oshirilgan. Demak, azizlar, ilk lavha Xayrli kun dasturini davom ettiradi. Boypan daryosi ustida qad rostlayotgan ushbu inshoot suv sathidan 625 metr balandlikda bo'ladi va dunyodagi eng baland ko'prik nomiga ega bo'ladi. La Pura Vida, ya'ni toza hayot falsafasi Kosta-Rikaning hayotiy shioriga aylangan. Yana yorug' kunlarda uchrashish nasib etsin. Siz Xayrli kun dasturini tomosha qildingiz. Omon bo'ling azizlar.